Uyingizdan chiqmay sotib oling, foizsiz bo'lib to'lang, kartadan kartaga bepul o'tkazing. Bugun O'zbekistonda marketplace tizimini monopoliyaga aylantirgan Uzum brendini bilmaydigan odamning o'zi yo'q. Ular o'zlarini qulaylik, zamonaviylik va halol tijorat homiysidek ko'rsatishmoqda. Boshqa tomondan esa devor ekspertlariga ko'ra bir necha yil ichida oddiy marketplace sifatida ochilgan kompaniya bugungi kunda O'zbekistondagi butun boshli bank va moliya tizimlari va logistika tarmog'ini egallagan va marketplace tarmog'i mijozlarini har tomondan o'rab kelmoqda. Bugungi surishtiruvimizda O'zbekistondagi ayni holatni amerikalik tahlilchi Bahodir Fayzi bilan birgalikda muhokama qilamiz. Suhbatdoshimiz Pensilvaniyadagi yirik nufuzli banklardan birining boshqaruvchisi hamdir. Bilamizki, Amerikada ham, dunyoni boshqa rivojlangan davlatlarda ham 0% bilan yoki buy now, pay later hozir olib keyin to'lash xizmatlari ancha keng tarqalgan. Shuning uchun nasiyani qarzga olishni o'zida men bir noto'g'ri narsa, g'ayritabiiylik ko'rmayman albatta. Lekin men shu bank sohasida, soliq sohasida ishlaydigan mutaxassis sifatida birinchi navbatda e'tiborni boshqa narsaga qaratgan bo'lardim yoki savol bermoqchi bo'lardim. Iste'molchi oxir oqibat, ya'ni sotib oluvchi oxir oqibat iste'molchi qancha pul to'laydi? Masalan, naqdga 5 million so'm turadigan tovarni nasiyaga 700 million so'mga yoki undan qimmatroq pulga tushsa, o'rtadagi o'sha 2 million farq bor. Endi bu farqni foiz deymizmi yoki o'sha operator mukofoti deymizmi, xizmat haqqi deyish mumkin balki. Lekin iste'molchi uchun buni katta farqi yo'q. Iste'molchining bu pul cho'nchagidan chiqadigan pul. Chunki bu pul baribir shu iste'molchi oxir oqibatda to'laydi buni cho'nchagidan chiqadi. Iste'molchiga bu oradagi farq yuk bo'lib tushadi. Amerikada shuning uchun kreditning haqiqiy qiymatini iste'molchiga ochiq ko'rsatishga juda katta ahamiyat beriladi. Ya'ni rivojlangan davlatlarning ko'pida, g'arb davlatlarida mana shunaqa. Odam masalan reklamadagi 0% ni emas, oxirida jami qancha pul to'lanishini bilishi kerak. Albatta 5 million bilan 7 million o'rtasida o'sha 40% farqni to'g'ridan to'g'ri yillik 40% lik kredit deb atash ham to'g'ri emas albatta. Buni alohida moliyaviy hisob-kitobi bor. Men uchun yana bir asosiy tamoyillardan biri shuki, foizsiz degan reklama iste'molchida men qo'shimcha pul to'lamayman degan noto'g'ri tasavvurni uyg'otmasligi kerak. O'zbekiston Markaziy bankining aniq qoidalariga esa men hozir bu yerdan turib huquqiy baho bera olmayman. Bu mahalliy bank qonunchiligi, mutaxassislarni, O'zbekistonning huquqchilarini, shu qonunchilarni, huquqchilarni, shu Markaziy bank bilan birga ishlaydigan, huquqni yaxshi biladigan mutaxassislarning ishi bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bugun biz Uzum ilovasining tugmachalari qanchalik qulayligini emas, balki siz roziman tugmasini bosganingizda qo'l qo'yadigan public ofertalar va shartnomalarni huquqshunoslar va moliyachilar bilan birgalikda maydalab tahlil qilamiz. Nega foizsiz bo'lib to'lash aslida 40% li bank kreditidan qimmatga tushadi? Nega Uzum bank sizdan so'rab o'tirmasdan hamma pulingizni yechib olishi mumkin? Va nega mahalliy tadbirkorlar bu platformada sinmoqda? Barvaqt, dasrochni yopish paytida butun muddat uchun hisoblangan operator mukofoti yoki axborot xizmati to'lovining qaytarilmasligi iste'molchining huquqlarini buzmaydimi? Nima uchun foydalanilmagan davr uchun ham komissiya undirilishi qonuniy hisoblanadi? Qarzni muddatidan oldin to'lash, ya'ni muddatidan oldin o'sha bor qarzingizni to'lash mavzusida shunday deyish mumkin. Masalan, mana shu borada ham bir ikkita savol tug'iladi albatta. Agar tasavvur qilib ko'radigan bo'lsangiz, men masalan molni yoki tovarni 12 oyga bo'lib to'lashga oldim. Masalan, mashina oldingiz yoki boshqa narsa oldingiz yoki bir oddiy produkt, sanoat mahsuloti oldingiz, 12 oyga bo'lib to'lamoqchisiz. Lekin imkoniyatim
imkoniyatim bor va 2-3 oydan keyin bu qarzni yopib yubormoqchiman. Agar shunda ham mendan 12 oyga mo'ljallangan qo'shimcha to'lovlarning hammasi talab qilinsa, menda albattaki oddiy iste'molchi sifatida savol paydo bo'ladi. Men bu pulni nima uchun to'layapman o'zi degan savol. Pulini to'lab bo'ldim, qarzimni yopdim, 12 oylik qarzni 3 oyda yopdim yoki 2 oyda yopdim. Lekin bu oddiy savol. Amerikada ham kreditni misol keltiradigan bo'lsak, muddatidan oldin yopish bo'yicha turli shartlari bor. Ayrim kreditlarda hatto oldindan yopish uchun qo'shimcha to'lov ham bo'lishi mumkin. Bu ko'pincha uy bozorida kuzatiladi. Buni jazolari bo'lishi mumkin albatta. Lekin bunday shartlar mijozga, ya'ni iste'molchiga oldindan ochiq oydin aytilishi kerak. Menimcha bu yerda ham masala o'sha to'lovning nomida emas. Uni foiz desangiz ham yoki o'sha operatorning mukofoti deb nomlasangiz ham yoki o'sha axborot xizmati deyish mumkin balki. Lekin iqtisodiy mohiyati o'zgarib qolmaydi buni albatta. Oddiy iste'molchini shu savoli o'sha gap bo'lib qolaveradi. Men foydalanmagan davr uchun, qolgan 8 oy uchun nega pul to'layman? Agar vaqtida qarzimni yopa olasam. Bu savolga aniq va tushunarli javob bo'lishi kerak. Bu O'zbekistondagi kompaniyalarning, o'sha firmalar, shirkatlarni aniq javobi bo'lishi kerak bu narsaga. Bu noaniqlikka oldindan javob aytishlari kerak va mijozlarni ogohlantirib, bu narsa haqida informatsiyalarni berish bularning vazifasi. Buni Amerikada davlat kontrol qiladi, boshqa rivojlangan davlatlarda bu iste'molchining huquqi sifatida bu firmalar kontrol qilinadi. Devor surishtiruv guruhi ekspertlariga ko'ra, birinchi va eng katta tuzoq uzum nasiya. Reklamada nima deyiladi? Foizsiz bo'lib to'lash, halol marketplace. Dinga va halollikka urg'u berish orqali millionlab o'zbekistonliklarning ishonchi qozoniladi. Ayni sohani yaqindan kuzatayotgan Devorning O'zbekistondagi ekspertlardan biri holatni shunday ifodalaydi. Ofertada bank foizi so'zi haqiqatan ham yo'q, lekin u yerda atama bor. Operator mukofoti yoki axborot xizmati uchun to'lov. Real misol bilan hisoblaymiz. Tasavvur qiling, siz bozorda yoki oddiy do'konda 5 million so'm turadigan muzlatgichni ko'rdingiz. Uzum marketga kirasiz, o'sha muzlatgichni uzum nasiya orqali 12 oyga bo'lib to'lash taklif qilinadi. Lekin uning bo'lib to'lashdagi umumiy narxi 5 million emas, 7 million 200 ming so'm qilib belgilangan. Marketologlar sizga muzlatgichning bo'lib to'lashdagi narxi shunaqa, biz sizga foiz hisoblamayapmiz, tovarning narxi shunday deydi. Lekin bu 2 million 200 ming so'mlik farq qayerdan paydo bo'ldi? Bu yiliga 44% ortiqcha to'lov, natsenka degani. Ekspertning tag'in bildirishiga ko'ra, ikkinchi muammo dasrochni, barvaqt yopish tuzog'i bilan bog'liq. Oddiy bank krediti olganingizda qarzni 3 oyda yopsangiz, qolgan 9 oyning foizini to'lamaysiz, to'g'rimi? Uzum nasiya ofertasida esa qarzdorlikni topshirish tizimi ishlaydi. Siz shartnomaga imzo chekkaningizda operator mukofoti butun 12 oy uchun darhol va qaytarilmas bo'lib hisoblanadi. Siz muzlatgichning pulini 2 oyda to'lab yuborsangiz ham o'sha 2 million 200 ming so'mlik ustamani to'liq to'lashga majbursiz. Bu yerda tejashning umuman iloji yo'q. Bu moliyaviy tizimdagi eng ayyor maxinatsiyalardan biridir. Endi esa Uzum bank ofertasiga o'tamiz. Siz Uzum kartangizni ochdingiz, plastik kartangizni bog'ladingiz. Siz o'zingizni pulim bankda xavfsiz turibdi deb o'ylaysiz. Shartnomaning bezaksent spisaniya, so'rovsiz yechib olish punktini o'qiymiz. Do'g'orda shunday yozilgan. Mijoz bankka uning bank hisob varaqlari va kartalardan bank va uning affillangan shaxslari oldidagi mavjud qarzdorliklarini yopish uchun mijozning roziligisiz pul mablag'larini yechib olishga vakolat beradi. Xo'sh, Uzum bank tomonidan mijozning roziligisiz bezaksent tartibda boshqa kartalardan ham qarzdorliklarni yechib olish amaliyoti fuqarolik
kodeksi va bank sirlari to'g'risidagi qonunchilikka qanchalik to'g'ri keladi? Endi Amerikada ham bu avtomatik to'lov tizimi bor albatta. Masalan, kredit olsam, men bu yerda har oy ma'lum bir summani bank hisobimdan avtomatik ravishda olishda, yechib olishida o'zim rozilik beraman. Masalan, aytamanki, bularga shu masalan bu yerda qurilish materiallari olsam yoki mashina olsam yoki bir oddiy mol olsam, meni hisob nomerimni berib qo'yaman, o'zi avtomatik ravishda yechib olishadi. Ya'ni bu noodatiy emas, bu g'arb tajribasida bor narsa. Lekin bu yerda yana bir muhim bir ahamiyati bor buni. Men aynan nimaga rozilik berdim? Shu kompaniyam bilan, firmam bilan kelishayotganda nimaga rozilik berdim? Agar men bitta xizmatdan foydalanishga rozilik bersam, shu orqali kompaniya meni boshqa banklardagi kartalarimdan ham pul yechish huquqi olayotgan bo'lsa, bu endi albattaki noto'g'ri va bu jiddiy masala va jiddiy vakolat hisoblanadi. Menimcha bunday shartni uzundan uzun o'sha oferta deyishyapti bugun. Ofertani bir joyiga yozib qo'yishni o'zi yetarli emas. Yoki kontrakt, masalan, endi bizda kontrakt deyiladi. Bu O'zbekistonda oferta deyilar ekan, bu oddiy kichkinagina qilib yozib qo'yish yetarli emas lekin. Chunki rostini aytish kerak, qabul qilish kerak. Ko'pchiligimiz telefonga yangi ilova olayotganda, masalan, yangi applarni o'rnatayotganda, ba'zi narsalar olayotganda pastga tushamizda telefonni shu eng pastiga tushib shu hujjatni roziman degan, agar tugmasi bo'lsa tugmasi, yo'q qo'l qo'yadigan joyi bo'lsa qo'l qo'yadigan yeriga bosiladi. Roziman deymiz va o'tib ketiladi. Ya'ni lekin nimaga rozilik berayotganimizni, nimaga qo'l qo'yayotganimizni, qanday kontraktga qo'l qo'yayotganimizni o'qish, bunga vaqt xarajat qilib, vaqt sarflab, buni sinchiklab o'qib chiqish ko'pchiligimizning e'tiboridan ketadi. Ya'ni rivojlangan moliya tizimida mana shu juda muhim hisoblanadi. Ogohlantirish kerak bo'ladi. Ya'ni ko'pchilik iste'molchilar afsuski buni o'qishmaydi, nimaga rozilik berayotganliklarini. Masalaga butunlay boshqa tomondan qarasak. Aytaylik, uzun nasiyadan telefon oldingiz va to'lovni kechiktirdingiz. Tag'in siz uzun bank kartangizga oylik maoshingizni oldingiz yoki kasalxonaga, to'yga ishlataman deb pul yig'ib qo'ydingiz. Bank hech qanday ogohlantirishsiz, sud qarorisiz sizga SMS yuborib so'rab o'tirmasdan kartangizdagi bor pulni nol qilib yechib oladi. Siz bankka yugurasiz, bu mening oxirgi pulim edi, bolamga dori olishim kerak. Bank operatori sovuqqonlik bilan javob beradi. Siz ilovani ochganda ofertaga galishka qo'ygansiz. Siz o'zingiz rozilik bergansiz. Muammo shundaki, bu tizim faqat uzun bank kartasiga emas, balki unga bog'langan boshqa hamma bank kartalaringizga ham xavf soladi. Chunki tizim shunga integratsiya qilingan. Xo'sh, mijoz asosiy maosh yoki oilaviy xarajatlar uchun yiqqan pullaridan ogohlantirishlarsiz mahrum bo'lsa, uning yashash minimumi yoki ijtimoiy himoyasi qanday ta'minlanadi? Bank bu borada qanday javobgarlikni o'z zimmasiga oladi? Maosh va shu oilaviy, ya'ni oilaviy pulni yoki sizni savingiz, ya'ni saving accounting hisobingizda bo'lgan pulni yechib olish. Bu yerda ikki tomonni ham ko'rish kerak. Albatta, bankni o'z haqqini talab qilish huquqi bor albatta. Qarz olgan odamni ham qarzini qaytarish majburiyati bor. Bu hamma yerda shunaqa, rivojlangan davlatlarda ham shunaqa, boshqa yerlarda ham shunaqa bu narsa. Bunga albattaki hech kimning e'tirozi bo'lmasa kerak. Lekin bankni qarzini undirish huquqi bor ekan deb iste'molchini huquqlari albatta yo'qolib qolmaydi. Ya'ni iste'molchini huquqlarini poymol qilishga hech kimning haqqi yo'q. Ayniqsa gap odamni maoshi, shu oilaviy kundalik xarajatlaringiz, oziq-ovqat, ijara, boshqa zarur ehtiyojlar uchun to'lanadigan pul haqida gap ketayotgan bo'lsa albatta. Chunki sizning hisobingizda shu oilaviy xarajatlarga ketadigan pul turadi buni. Va buni yechib olish bu noto'g'ri deb o'ylayman. Rivojlangan davlatlarda albatta buni bankni sizni to'g'ridan to'g'ri shu hisobingizdan, saving accountingizdan yechib olishga haqqi, huquqi yo'q. Tizim faqat kreditorni emas, rivojlangan davlatlarda iste'molchini ham himoya qiladi va bu qonun bilan juda qattiq ta'minlangan.
Ya'ni aytmoqchimanki, xullas ikki taraf o'rtasida ma'lum bir muayyan bir muvozanat bo'lishi kerak. Iste'molchi bilan ham, kreditorning o'rtasida ham. Uzum faqat xaridorlarni emas, balki mahalliy tadbirkorlarni ham zich ushlab turadi. Dastlab Uzum Market paydo bo'lganida hammaga past komissiya va jozibador shartlar taklif qilindi. Minglab tadbirkorlar Xitoydan, bozorlardan tovar olib keldi. Omborlarga topshirdi, biznesini shunga mosladi. Endi esa tuzoq yopildi. Ofertaga ko'ra Uzum Market istalgan kuni sotuvchilarni ogohlantirmasdan komissiya foizlarini oshirish huquqiga ega. Ilgari 10% bo'lgan komissiya ba'zi kategoriyalarda 25-30% gacha chiqib ketdi. Bundan tashqari logistika to'lovi, saqlash to'lovi, qaytarib olish to'lovi, vazvrat. Ekotizim ichidagi xizmatlar birlashib ketgani hisobiga iste'molchida muqobil tanlov qolmayapti. Xo'sh, bu holat raqobat to'g'risidagi qonunchilik nuqtai nazaridan monopolistik bosim sifatida baholanishi mumkinmi? Endi bu hozirgi O'zbekistonda bo'layotgan shov-shuvli voqealar, shu uzum karti, uzum kabi katta ekotizim haqida va monopoliya haqida shov-shuvli xabarlar haqida ketyapti gap. Shu narsada avvalo to'xtalib o'tsak yoki bir narsani aniqlashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Katta kompaniya bo'lishni o'zi albattaki noto'g'ri narsa yoki ayb emas. Amerikada mana shunga o'xshagan tizimlar bor, networklar bor, Amazon bor, Walmart bor, Apple bor, Apple'ning mahsulotlari bor va boshqa dunyoda ham boshqa shunga o'xshagan kompaniyalar, shu AliExpress, Temuga o'xshagan kompaniyalar bor. Bular va katta kompaniyalar va ekotizimlar, networklar hisoblanadi. Hatto bunday ekotizimni iste'molchi uchun qulayliklari ham bor. Juda qulay. Amazon masalan juda qulay. Bir joyda xarid qilasiz, to'lov qilasiz, moliyaviy xizmat olishingiz mumkin, tovaringiz uyingizga bir zumda yetib keladi. Muammo, ya'ni kompaniyani o'zini kattaligida emas albatta. Ya'ni bu qanchalik yirikligida, qudratli ekanligida emas. Muammo o'sha buyuklikdan, o'sha kompaniyadan qanday foydalanayotganligida. Ya'ni iste'molchilar qanday foydalanyapti bundan yoki shu kompaniya qanday qilib o'zini xizmatlarini iste'molchilarga taqdim etyapti. Shunday gap. Iste'molchining real tanlovi bormi? Ya'ni raqobat bormi? Boshqa kompaniyalar bozorga erkin kira olishadimi? Mana Amazon bilan bir qatorda Amerikada boshqa shunga o'xshagan kompaniyalar bor. Dunyoda ham shunaqa. Tadbirkorlar, ya'ni tadbirkor bu platforma menga to'g'ri kelmaydi deb boshqa platformaga o'ta oladimi? Agar javob qoniqarli bo'lsa, yoki ha bo'lsa, raqobat bo'lsa agar yaxshi unda. Raqobat bo'lsa unda muammo yo'q. Lekin agar raqobat bo'lmaydigan bo'lsa, monopoliya va bozordagi ustunlik haqida jiddiy andishalar, jiddiy savollar paydo bo'lishi mumkin. Bir tadbirkor tannarxi 50 ming so'mga tushgan mahsulotni marketplace'ga 80 ming so'mga sotuvga qo'ydi. 30 ming so'm foyda ko'raman deb o'yladi. Uzum komissiyasi, logistika va utilizatsiya xarajatlari chegirib olingach, sotuvchining qo'liga 45 ming so'm tegdi. Ya'ni tadbirkor har bir sotilgan mahsulotdan 50 ming so'm zararga kirmoqda. Tadbirkorlar uchun komissiyalarning bir tomonlama oshirilishi va tovarlarni ombordan chiqarib olishdagi sun'iy to'siqlar kichik biznesning bankrot bo'lishiga olib kelmayaptimi? Banklar bunday yuqori xatarli sektorni moliyalashtirishda yoki xizmat ko'rsatishda qanday risk menejment standartlariga tayanadi? Komissiyani, qarz komissiyasining balandligi o'z-o'zidan bu qonunni buzishga albattaki olib kelmaydi. Xususiy kompaniyalar meni xizmatim shunaqa turadi deyishga albattaki haqqi bor. Masalan, misol uchun olib ko'raylik, Apple kompaniyasining mahsulotlari qimmatroq yuradi. Lekin baribir shundan odamlar oladi, buni o'zini qiziquvchilari bor, qimmat bo'lsa ham olishadi. Tadbirkorlar ham xuddi shunaqa, bu shart menga to'g'ri kelmaydi deb ketishiga yoki iste'molchi mana bu shartlar bizga to'g'ri kelmaydi deb ketishga haqqi bor. Ya'ni nazariyada juda oddiy hisoblanishi mumkin. Lekin amaliyotda, praktikada men boshqa
tarafiga qaragan bo'lardim. Masalan, tadbirkor yoki iste'molchi yoki o'sha kichik bizneslar haqiqatdan ham boshqa kompaniyani tanlashga imkoni bormi? Agar uni savdosini katta qismi bitta platformaga bog'lanib qolgan bo'lsa, tovari o'sha platformani omborida bo'lsa agar, xaridorlari ham o'sha yerda bo'lsa, keyin yana platforma shartlarini bir tomonlama o'zgartirsa, bu albattaki yoqmasa keting deyish bilan ish bitmaydi. Ya'ni tashlab keta olmaydi bu tadbirkor, bu platformani oddiy usullar bilan tashlab ketish qiyin bo'ladi. Lekin ketishni boshqa tadbirkorni bu platformadan chiqib ketishini o'zi ham tadbirkorga juda qimmatga tushishi mumkin. Bu albattaki bank tarafidan ham, bank nuqtai nazaridan ham bu katta risk. Agar kichik biznesni butun daromadi bitta platformaga bog'liq bo'lsa, ertaga bu platforma komissiyani o'zgartirsa yoki boshqa shart qo'ysa, tadbirkorning butun biznes modeli izdan chiqib ketishi mumkin. Ya'ni komissiyasini orttirsa yoki boshqa shartlar qo'ysa, bu biznesga, oddiy tadbirkorga juda katta zarar bo'ladi. Shuning uchun bank bunday biznesni moliyalashtirganda uning qancha pul topayotganligini emas, balki shu platformaga qanchalik qaram ekaniga ham qarash kerak bo'ladi. Ya'ni bizga qanchalik bog'liq bu biznes, tadbirkor bizga qanchalik qaram bo'lib qoladi. Risk faktorlarini albattaki bank sinchiklab tekshirib xulosa qilish kerak bo'ladi. Agar sotuvchi tovarni o'z vaqtida yetkazib bermasa yoki qadoqlashda kichik bir xato qilsa, shafqatsiz jarimalar solinadi. Agar tadbirkor menga bunday shartlar to'g'ri kelmaydi, tovarlarimni ombordan qaytarib olaman desa, mahsulotlarini ombordan chiqarib olish uchun oylab kutishi va har bir mahsulotni olib chiqish uchun yana alohida pul to'lash kerak. Bu erkin bozor emas, bu monopolist platformaning kichik biznesni tobe qilib olishidir. Monopolist albatta yozilmagan qonunlardan foydalanishga intiladi. Hatto barcha hokimiyat shoxobchalarini sotib olishgacha. Uzum ekotizimidagi real ahvol va tadbirkorlarni kasod qilayotgan shartlar haqida surishtiruv boshlaganimizdan so'ng biz bilan bog'lanib fikrimizni sotib olishga urinishlar ham bo'ldi. Surishtiruvda hamkorlik qilayotgan, o'z ismini ochiqlashni istamagan o'zbekistonlik jurnalistlardan birining bildirishicha, biznesmen, marketolog va Vencon Digital reklama agentligi asoschisi Humoyun Aminov unga yozib, "Assalomu alaykum, kanalda reklama chiqarsa ham bo'ladimi? Uzum kompaniyasi hamkorlik qilish istagida PR materiallar berib tura oladi", deya bildirgan. Do'stlar, keling voqelikka to'g'ri qaraylik. Raqamli texnologiyalar va marketplace'lar hayotimizni yengillashtirishi kerak. Moliyaviy qaramlikka solishi emas. Masalan, dovrug'i dunyoga yoyilgan Amazon, eBay, Temu, AliExpress kabi marketplace'lar erkin raqobat bozorida xaridorlar og'irini yengillatishga urinayotgan bir zamonda O'zbekistondagi Uzum kabi monopolistlar mijozlarning beparvoligi, shartnomalarni o'qimasligi va hozir olaman keyin o'ylayman degan hissiyotlaridan milliardlab foyda ko'rmoqda. Yana bir masala, bu platformani, ya'ni hozirgi gap ketayotgan mavzu Uzum haqida bo'lsa, shuni qanchalik tez rivojlanganligi, bu haqda ham bir o'ylab ko'rish kerak bo'ladi. Masalan, Amerikada bir kompaniyaning juda tez o'sishi ba'zan odamlarda unaqa katta shubha uyg'ontirmaydi. Amerika biznes tarixida ham bunday misollar ko'p. Kompaniyalar tez quriladi, startaplar ko'p, mana yangi kompaniyalar quriladi, katta bo'ladi, to'satdan masalan kengayib katta bo'lib ketishi mumkin. Lekin bir narsani esimizdan chiqarmasligimiz kerak. O'zbekiston sharoitida bu masala biroz shubhalidek tuyuladi ba'zi odamlarga, kuzatuvchilarga, iqtisodchilarga. Chunki O'zbekistonda biznes vakuumda yashamaydi. U mamlakatdagi siyosiy, huquqiy va o'sha muassasaviy muhit ichida rivojlanadi. Tanish-bilishchilik bo'lsin, o'sha hokimiyat bilan biznes manfaatlarini aralashib ketganligi,
ba'zan buni baholaganda shu korrupsiya deb ham baholanadi. Korrupsiyani ancha chuqur ildiz otganligi, bu muammolar albatta mavjud O'zbekistonda. Endi bunaqa muammolar mavjud bo'lgan jamiyatda albattaki bir kompaniyani tezlik bilan qisqa vaqt ichida marketplace, bank, nasiya to'lov tizimi va logistika kabi bir nechta muhim sohalarda ulkan katta bir mavqega chiqishi tabiiy odamlarda, insonlarda savol uyg'otadi. Albatta bu yerda yana bir muhim narsani aytib o'tish kerak. Bu bilan masalan men yoki kuzatuvchilar menimcha Uzumni korrupsiya orqali katta bo'lgan deyishmayapti. Ya'ni bu ayblov emas. Bunaqa xulosalar uchun albattaki aniq va jiddiy dalillar kerak bo'ladi, lekin savol berish boshqa. Oddiy tahlilchi sifatida, oddiy iste'molchi sifatida odamlar, insonlarning savoli haqli. Ya'ni savol berishi odamlarning, insonlarning vazifasi deb bilaman. Menda ham shunaqa savol shu bo'lishi mumkinki, bu o'sish faqat yaxshi biznes modeli va katta investitsiya, sarmoya natijasimi? Bozorda boshqa kompaniyalarga ham xuddi shunaqa imkoniyat berilganmi O'zbekiston bozorida? Davlat va regulyator hamma biznesga bir xil qoida bilan munosabatdami? Ya'ni davlat hammaga bir xil qaraydimi, butun bizneslarga, boshqa kompaniyalarga ham? Raqobatchilar uchun ham eshiklar xuddi shunday ochiqmi? Menimcha katta biznesdan qo'rqish kerak emas. Katta biznesda albattaki yaxshi taraflari bor, xavotirli joyi yo'q, lekin katta biznes katta shaffoflikni, aniqlikni, ochiqlikni talab qiladi. Ayniqsa u millionlab O'zbekiston kabi aholisi katta bir mamlakatni puliga, kreditiga va kundalik savdosiga kirib borayotgan bo'lsa, ya'ni jamiyatga o'rnashib borayotgan bo'lsa, ochiqlikni, shaffoflikni albatta talab qiladi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Amerika tajribasidan kelib chiqib yoki dunyodagi rivojlangan davlatlar tajribasidan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, tadbirkorlikka, biznesga 3 ta oddiy mezon bilan qaragan bo'lardik. Birinchisi, har doim ta'kidlab kelayotganimizdek, shaffoflik. Odam nimaga va qancha pul to'layotganligini iste'molchi bilishi kerak. Ikkinchi asosiy muhim narsalardan biri bu tanlov. Iste'molchi ham, tadbirkor ham bitta kompaniyaga qaram bo'lib qolmasligi kerak. Ya'ni yakka-yagona monopoliya bo'lmasligi kerak. Uchinchisi bu raqobat. Ya'ni raqobat bo'lganda ham sog'lom raqobat. Bozorga kirishda hamma uchun bir xil qoidalar ishlashi kerak albatta. Biznesga, bozorga, katta bir bozorga kirib kelayotganda. Bank ham, marketplace ham xayriya tashkiloti emas, buni bilamiz. Ular foyda qilishi tabiiy, bu bozor iqtisodiyoti jarayonida korporatsiyalar albattaki o'zini birinchi maqsadi qilib foyda ko'rishni oldiga qo'yadi. O'sha maqsad birinchisi albattaki foyda ko'rish. Men uchun albatta masala ularni qancha foyda qilayotganda emas, mavzu bu foyda qanday sharoitda va qanday qoidalar asosida qilinayotganida. Iste'molchi nima uchun pul to'layotganligini bilishi kerak. Bu aniq bo'lishi kerak. Tadbirkor qanday shartga kirayotganini, qaysi shartlarga, kontraktlarga imzo qo'yayotganligini aniq bilishi kerak. Va eng muhimi, agar bu shart unga to'g'ri kelmasa, agar bu shartdan tadbirkorlar norozi bo'lsa, iste'molchilar norozi bo'lsa, yo'q deyish imkoniyati bo'lishi kerak va boshqa joyga ketish uchun kompaniyani boshqa narsaga almashtirish uchun real imkoniyati bo'lishi kerak. Men uchun shu sog'lom bozorning eng oddiy belgisi, sog'lom belgisi mana shu mezonlarda deb o'ylayman. Nima qilish kerak? Foizsiz so'ziga ishonmang. Nasiyaga tovar olishdan oldin uning naqd narxi va 12 oylik umumiy qiymatining farqini hisoblab chiqing. Agar farq 20-30% dan oshsa, bu yashirin va qimmat kreditdir.
Oylik tushadigan kartangizni ilovaga bog'lamang. Uzum bank yoki uzum nasiya ishlatadigan bo'lsangiz, unga asosiy maosh kartangizni emas, balki faqat kerakli summani o'tkazib ishlatadigan alohida вторичный kartani bog'lang. Bu sizni bezaksent spisaniyadan avtomatik yechib olishdan himoya qiladi. Ofertalarni o'qing. Roziman tugmasini bosishdan oldin loaqal dogovor bo'limidagi majburiyatlar va spisaniya qismini ko'zdan kechiring. Biznes egalariga. Biznesingizni faqat bir platformaga bog'lab qo'ymang. O'z sotuv kanallaringizni, veb-saytingizni va SMMni rivojlantiring. Unutmang, sizga tekinga yoki juda arzonga taklif qilinayotgan xizmatning to'lovi aslida sizning moliyaviy mustaqilligingizdir. Bu videoni bo'lib to'lashga buyum olishni xush ko'radigan yaqinlaringizga va uzumda sotuvchilik qilayotgan tadbirkor do'stlaringizga yuborib qo'ying. Ular ham haqiqatni bilishsin. Kanalga a'zo bo'lishni va fikringizni izohlarda qoldirishni unutmang. O'z pulingiz va huquqingizga egalik qiling. Omon bo'ling.